Ramazon doim 30 kun bo'ladi deb hukm chiqarish aslo to'g'ri emas. Musulmonlar idorasi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. 2025-yilda ko'plab davlatlar qatorida O'zbekiston ham Ramazon oyi 29 kun bo'lishi va 30-mart kuni Ramazon hayiti nishonlanishi e'lon qilindi. Musulmonlar idorasi Ramazon oyi 29 kun bo'lganligi yuzasidan tushuntirish berdi. Ma'lum qilinishicha, milodiy sanalar oylari 28 yoki 29 hamda 30 yoki 31 kunlik bo'lgani kabi hijriy oylari jumladan Ramazon oyi ham gohida 29, gohida 30 kun bo'lishi mumkin. Hijriy oyning milodiy oydan farqi shuki, masalan, mart oyi doimiy ravishda 31 kun bo'lsa, hijriy oyi hilolning yangilanishi bilan bog'liq bo'lganligi uchun qaysi oy, necha kun bo'lishi oyning ko'rinishiga qarab aniqlanadi. Demak, Ramazon oyi necha kun bo'lsa, shu kun ro'za tutiladi va o'sha kun mukammal ro'za hisoblanadi. Qayd etilishicha, Ramazon oyi 29 kun bo'lib kelgan taqdirda ham oyat hadislariga muvofiq bir oy mukammal ro'za tutilgani hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, avvalroq o'zbekistonliklar Ramazon hayiti munosabati bilan 2 kun dam olish haqida xabar berilgan edi.